Mayda qo'zichoqlardan 4 xil lazzatli taom qayerda tayyorlanishini bilarmidingiz? Bu maskanda yuzlab mayda qo'zichoqlarni naq 350 darajali pechda suyagidan o'zi ajralguncha butunligicha duxovkalarda bo'sar ekan. Ayniqsa duxovka taomni sevuvchi erkaklar uchun ayni topilma bo'ldi. Shirasi qo'lingizdan ketmaydigan ko'rinishi to'y kabobini eslatadigan bu taom mayda qo'zichoq go'shtidan tayyorlanadigan chiqambilisi ekan. Bu taomdan keyin laykni shirali qo'l bilan bosish mazza. Tabaka faqat tovuqdan bo'ladi deb kim aytdi? Bu maskanda mayda qo'zichoqlarni tabiiy saryog'da pressda pishirishar ekan. Obuna bo'lganlarga qo'zichoq miyachasini delikates sifatida bepulga tortiq qilishar ekan. 4-taom esa qizib turgan yog'ga qo'zichoq go'shtini tashlashingiz bilan bir zumda tayyor bo'ladigan sochni vaguri ekan. Manzilni oxirida aytaman, hozir esa ta'mini baholab olay. Duxovka chiqambili tabaka vaguri taomlarining ta'mi kutganimdan zo'r chiqqan go'shtlari og'izda eriydi. Shirasi esa butun umr esda qolar ekan. Endi navbat sizdan bu videoni birga boradigan do'stingizga yuborib qo'ying. Limon his mevali ta'mli gazlangan ichimlik Manzil Xebeka chorrahadan Kanechka chorraha boraverishda yo'lning o'rtasida joylashgan Kafe Dunyo.